Xabar qilinishicha, Xitoy havo armiyasiga tava 27 aeroplan Tayvan havo mudofaasini farqlantirish rayoniga besib kirgan. Tayvan davlat mudofaa ministrligining bayonotida Xitoy aeroplanlarini bu rayondan ayrilishga ogohlantirish uchun rayonga urush aeroplani avatilganligini va boshqariladigan bomba sistemasi qo'zg'atilganligi bayon qilingan. Eron bilan dunyo davlatlari tarixiy kelishimini tirildirish uchun suhbat ustiliga qaytib kelmoqda. Yevropa ittifoqining moslashtirishi bilan Eron yadro kelishimining taraflari bo'lgan Rossiya, Xitoy, Angliya, Fransiya va Germaniya bugun Avstriyaning poytaxti Viyanada boshlangan suhbatga qatnashadi. 2018-yil kelishimdan ikki taraflik holda chekingan Amerika suhbatga vositali qatnashadi. Gollandiya sayyoh tarmoqlarining xabariga qaraganda, Janubiy Afrikadan Gollandiyaga kelgan yo'lovchilardan 13 odamda Xitoy koronavirusining Omikron varianti ko'rilgan. Daniya Serum instituti Janubiy Afrikadan kelgan yo'lovchilar orasida 2 odamda Omikron varianti bayqalganligini e'lon qildi. Qirg'izistondagi 90 kishilik parlamentga kirish uchun 21 siyosiy partiyadan 1015 nafar nomzod va 287 nafar mustaqil nomzod qatnashgan saylovda bilet tashlash oxirlashdi. Prezident Sadir Japarov bilet tashlash oxirlashganligi munosabati bilan bayonot e'lon qildi. Umumiy saylov o'tkazilgan 28 noyabr tarixiy kun deb tasvirlangan Japarov, biz samimiy va odil saylov o'tkazoladiganligimizni isbotladik dedi. Angliya parlamentining Avam palata rahbari Jacob Rees-Mogg parlament a'zolariga qilgan so'zida 2-oyda o'tkaziladigan Beijing qishliq olimpik musobaqasiga tegib birmu bilet zakaz qilinmadi dedi. Uning bu so'zi Angliyadagi Xitoy masalasi bo'yicha parlamentlar aro hamkorlik guruhi tarafidan Angliyaning Beijing qishliq olimpikini boykot qiladiganligining ishorati deb qaraldi. Forbes gazetining xabar qilishicha, navbatda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratilayotgan irqiy qirg'inchiligi va boshqa kishilik huquq dafsandichilik siyosatlari tufaylidan Beijing qishliq olimpik musobaqasini diplomatik boykot qilishni o'ylashayotgan davlatlarning soni ko'payayotgan bo'lib, ular Amerika, Avstraliya, Kanada, Angliya va Litva qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkilotining bosh kotibi Jens Stoltenberg va Yevropa Ittifoqi komitetining raisi Ursula von der Leyen Litviyani ziyorat qildi. Litviya bosh ministri Karnes Yevropa Ittifoqi va Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkilotidan Belarusiyada kutib turgan qonunsiz ko'chmanlar va Rossiyaning Ukraina chegarasidagi harbiy harakatlarga yaqindan diqqat qilishni talab qildi. Turkmanistonning poytaxti Oqshabodda o'tkazilgan va Turkiya raisi Erdo'g'an qatorliq davlat va hukumat boshliqlari qatnashgan iqtisodiy hamkorlik tashkilotining 15-qatimliq boshliqlar yig'inida a'zo davlatlar o'rtasidagi savdo, iqtisod va madaniyat hamkorligini taraqqiy qildirish uchun qadam tashlandi. Dastlabda Turkiya, Eron va Pokiston tomonidan qurilgan bu tashkilotga 1992-yili Afg'oniston, Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston va Turkmanistonning ishtirok qilishi bilan faoliyat doirasi kengaydi. Bu tashkilotga a'zo davlatlarning nufuzi taxminan 400 million, umumiy yer maydoni 7 million kvadrat kilometrga yetadi.